hammani uyida shunaqa bo'g'ilib, kir bo'lib ketgan oshxona chachiqlari bo'ladi. Buni ko'rishlaring mumkin. Keyin kastrulka shunaqa temir idishlar ichlari shunaqa sarg'ayib ketadi. Bularni tozalashda eng yaxshi davosi Bavi kislorodniy очиститель hisoblanadi. Videoda oxirigacha ko'rsalaring, buni ishlatib sizlarga sinab beraman. Shunaqa oshxonada ishlatiladigan kastrulkamizga qaynoq suvni quyib olamiz. Qaynagan suv. Kastrulkaga ham alohida e'tibor berib qo'yinglar. Oxirida joylaymiz. Kir bo'lgan, dog' bo'lgan chachiqlarimizni birin-ketin solamiz. Hammasini suv qaynoq bo'lishi kerak, e'tibor beringlar. Buni orqasidan Bavi kislorodniy очистительdan qo'shamiz. Solishlaring bilan o'sha reaksiyaga kirishni boshlaydi, ko'rishlaring mumkin. Atiga 20 daqiqadan keyin kastrulkamiz ham, chachiqlarimiz ham tanib bo'lmas darajaga yetib keladi. Oxirgacha ko'rib tursalaring, do-posli holatini ham joylaymiz. Eng qiziq tarafi, bu mahsulotimiz toza ekologik mahsulot, tanaga zarar yetkazmaydi. Reaksiyaga kirishgan holatda 20 daqiqa, yarim soatga qoldiramiz. Qancha ko'p qolsa shuncha yaxshi. Natijasiga o'zlaring baho berasizlar. Ko'rishlaring mumkin, dog'lardan asar ham qolmagan. Bundan tashqari kastrulkamizni ham boshida ko'rib olgan bo'lsalaring, o'ta darajada tiniq qilib qo'ygan. Ancha-muncha mahsulot Bavidaqa ketkazolmaydi. Kimga kerak bo'lsa, do'konimizdan xarid qilishlaring mumkin.